1937-38 siyosiy ayblovlar bilan 1,344,923 kishi qamoqqa hukm qilingan. Ularda 20-25 yillik muddatga ozodlikdan mahrum etilgan 10 milliondan ziyod odam jazoni o'tagan. Ular aslida tekin qul bo'lishgan. Radiatsiya ufurib turgan uran va oltin konlari, zaharli gaz va neft qazib olish, mashaqqatli ishlarni bajarishgan. Belamor kanali, Baykal-Amur magistrali, millionlab gektar kesilgan o'rmonlar ayni shu mahbuslar tekin mehnatining sharofatidandir. Bu qamoqxona va lagerlarda qolaversa, siyosiy mahbuslardan tashqari haqiqiy jinoyatchilar ham bo'lgan albatta. Millionlab mahbuslarni ushlab turish mushkul ish. Kunora isyon ko'tarilgan. Mahbuslar ishga chiqishdan bosh tortishgan, lager mulkiga zarar yetkazishgan. Vertuxaylarga, qorovul va nozirlarga hukm qilish holatlari ko'paygan. Stalin rejimi 10 milliondan ziyod odamni boshqarib, bo'ysundirib turish uchun samaraliroq chora izlagan. 10 million mahbus uchun 3 million qorovul qo'yish samarasiz. Unda mahbuslarning tekin qul bo'lish mohiyati yo'qoladi. O'sha paytlarda jiganlar, siyosiy mahbuslar, kommunist va jinoyat olamining raqiblari hamda boshqa professional jinoyatchilar, urka, blatar yoki blatnoylardan alohida bir mast, ya'ni maqom ajralib chiqdi. Bu mastga faqat do'kon va uylarni tunovchi o'g'irlar, maydonchilar, shahardagi markaziy maydonlar yoki odam ko'p to'planadigan joylarda qimorga o'xshash o'yinlar o'tkazib, odamlarning pulini aldab shiladiganlar, medvejatniklar, seyfbuzarlar va qulfbuzarlar kirgan. Boshqa mayda jinoyatchilarning obro'si bu doiraga kirish uchun munosib ko'rilmagan. Bunday vorzakonlarning hokimiyat bilan yaqin munosabatlari qat'iyan rad etilgan. Ular hokimiyatdan ham qo'rqmaydigan, jinoyatchilarga yordam bera oladigan shaxslar degan yassama va qalbaki obraz shakllantirilgan. Natijada qonundagi o'g'ri tushunchasi paydo bo'lgan. Garchi jinoyatchilarning o'zlari bu qonuniy o'g'rini, qonun chiqaruvchi o'g'rini anglatadi deb izohlashsa-da, aslida uning boshqa turli taraflari ham mavjud. Qonundagi o'g'rilarga tegishli majburiyatlar, vakolatlar, qonunlar va tushunchalar, понятия ham bor. Masalan, ijtimoiy me'yor va tartiblarga amal qilmaslik, jinoyatchilarni tekshirish jarayonida guvoh yoki jabrlanuvchi sifatida ishtirok etmaslik, faqat o'zining jinoyati bo'yicha jarayonlar bundan mustasno. O'g'rilarning barcha qonunlariga amal qilish, hatto majburlangan va qiynoqqa solingan sharoitda ham ijtimoiy foydali mehnat qilmaslik, davlat ishida ishlamaslik, jazoni ijro etish muassasalarida, majburiy xo'jalik lavozimlarida, brigadir, master va hokazo. Ma'muriy xo'jalik lavozimlarida ishlamaslik, ayollar bilan uzoq muddatli muloqot o'rnatmaslik, oila qurmaslik, qarindosh urug'lar bilan doimiy muloqotni saqlamaslik, o'g'rilar jamiyatning barcha oliy toifali a'zolarini hurmat qilish, jazoni ijro etish muassasalarida o'g'rilar tartib-qoidalarini o'rnatish, mahbuslar o'rtasidagi nizolarda qozilik qilib, adolatli hal etish, jinoyatchilik olamiga yoshlarni, yangi a'zolarni muntazam chaqirish, boshqa elit o'g'rilarni qonundagi o'g'ri deb e'lon qilish, koronatsiya, toj kiydirish, siyosatdan batamom uzoq bo'lish, harbiy xizmat qilmaslik, hukumat bergan qurolni ushlamaslik, qimor o'yinlarini yaxshi bilish va qarzlarni vaqtida to'lash va hokazo. 1940-yillarda bu an'analar oxir-oqibat ushbu jinoiy jamoaning tarixiy shaklda deyarli butunlay yo'q qilinishiga olib keldi. Ikkinchi jahon urushi davrida ko'plab qonun o'g'rilari hukumatning Qizil armiya safiga qo'shilish taklifiga rozi bo'lishdi. Ular Germaniya ustidan qozonilgan g'alabadan so'ng yana jazoni davom ettirishlari uchun lagerlarga qaytarildi. Bu yerda ular va jinoiy muhit an'analaridan chetga chiqmagan o'g'rilar o'rtasida sukalar urushi boshlangan. Buning natijasida ikkala tomon ham katta talafotlar ko'rgan. Shuni ta'kidlash kerakki, o'g'rilarning tushunchalari bo'yicha eng og'ir jinoyatlardan biri haqorat qilish, ayniqsa